Men uy olganman. Uyim katta yopib qo'yganman bir paytlar. Hozir uyimda 8-qavat, 9-qavati dupleks deb sotgan. Dupleks. Mansarda desa, mansarda emas ekan, dupleks deyilar ekan bu. Va Yangicha tilda shunaqa. tepa qismida qanaqadir hech uyim 8-qavatni maza qilishim edi. Tomiga chiqib qoldim keyin uyimizni. Tomiga chiqib qarasam, mashinchalik anaqa narsaga o'xshaganroq steklavat yopib tashlab yuborgan, xolos bo'ldi. Tekizlanmagan, anaqasi yo'q. Muammo shunda. Va hozir ham uyimga shunaqa narsani qilib nimadir qilib isitishim kerak bo'ladimi, yo'qmi degan savol bor menda. Menga o'xshagan eski uy bola juda ko'p bo'lsa kerak. Hali endi bu yaqin 2 yildan beri uylar mana bunaqaga o'tdimi xullas isitish sistemasiga. 2-3 yil bo'lib qoldi. Menga hozir masalan shunaqa muammo qish kelyapti, ana nimadir qilishim kerak xullas. Uyim maza qilib isimaydi baribir. Lekin 24 dan plyus bo'ladi doimo. Isitishim kerak misol uchun. Menda ham muammo bor. Endi oldingi eski uylarda oldin bizda bunaqa majburiyatlar yo'q edi. Uylarni energiya tejamkorligi yoki issiqqa chidamkorligi yoki sovuqqa chidamkorligi bunaqa narsa yo'q edi. Biz o'zimizni mana shu mahsulotni ishlab chiqarish bilan shug'ullanganimiz uchun bundan xabarimiz bor. 3 yil bo'ldi. Hozirgi qurilayotgan hamma yangi uylar, mana O'zbekiston massiv uylari, boshqa har qanday ko'p qavatli uylarning hammasida hozir to'liq shu fasad qismida, tom qismini bilmayman, lekin fasad qismida shu mahsulotlarni doimiy qo'llanilyapti. Lekin 91-yilgacha bo'lgan 31 mingta eski qurilgan ko'p qavatli uylar bo'lsa, hozirgi kunda ularni hali hech biri issiqlik saqlovchi yoki qandaydir issiqdan yoki sovuqdan saqlaydigan bir mahsulotlar bilan qilinmagan. Eskicha bir tarzda qilingan bo'lsa kerak, Bahrim aka bilsa kerak, o'tgan davrda qanaqa qilib bu narsaga qarashgan issiq sovuqdan saqlash uchun eski dom ko'p qavatli uylarda, lekin hozir doimiy foydalanishyapti. Lekin uni yechimi hozir kakras shu kelishimdan bir yarim soat oldin shu mavzu bo'ldi. Hozir xuddi bir kelishmagandek bo'lib qoldi, lekin to'g'ri kelib qoldi. Ishxonada o'tirib chiqib ketayotgandim. Anaqa hamkasbim o'tirib telefonda gaplashyapti. Bir o'zini tanishiga, Zoira qarindoshiga. U ham xuddi siz aytgandek 9-etajda turar ekan. Uniki 8-9 emas ekan, 9-etajda turar ekan. Eski uyda. 9-etajda turar ekan. U ham xuddi shunday hozir bizdan bazalt mahsulotni olgan ekan. Men to'g'risi eshitib hayron qoldim. Men aytdim, shunaqa odamlar ham bor ekan dedim. 9-etajda turib dedim, o'zini domini tepasini qiladigan dedim. Yo'q, qilyapti, bo'lmasam qishda dedi, yosh bolam bor uyda dedi. Ko'p kasal bo'lib qolyapti, uyni isitib bo'lmayapti, shunga dedi qilmasam bo'lmaydi dedi. Fasadini ham qilmoqchi edim dedi. Fasadim dedi katta ko'chaga qaragan ekan, unga ruxsat berishmadi dedi. Faqat tomiga qilsa bo'ladi dedi. Hozir tomini qilayotgan ekan. Tomini to'liq bazalt bilan qoplab, o'zini boyagi qonun qoidasida o'zini shu membranalardan foydalanib, o'zini to'g'ri texnologiyasi bilan qilyapti. Bizani o'zimiz yana bitta loyiha qilganmiz. Shu Termoplusning ichida Terma System degan. O'sha Terma Systemda o'sha biza o'zimizni montaj guruhimiz ham bor. Xatkulich o'zimiz hammasini ichida ishi bilan yana qo'shimcha olinadigan mahsulotlarni olib berib, to'liq o'zimiz shu nima deydi, bosh og'riqsizlarsiz, eng muhimi shu garantiyasi bilan oxirigacha qilib beryapmiz. Shunaqa bizga o'xshagan yo'llarga qilib bera olasizmi? Hech qanday masala. Ya'ni shunda aniq rejasini berasizlar. Misol uchun, hozir menda bir oyda deylik 100 ming so'm sarflayotgan bo'lsam, bitta xonani isitish uchun shu foydalansam, o'sha xarajatim 50 ming so'mga chimita tushishi kerak edi. Shunaqa 50% gacha iqtisod qilishingiz mumkin. Bu nima deydi, bu tasdiqlangan narsa, hech qanday bunda biror narsa yo'q. Ko'pchilik o'zimni mana o'tgan yili, undan o'tgan yillari masalan ko'pchilik o'zimning tanishlarim ham gaplashib qolsam, endi baribir shu mavzuda ozgina suhbat bo'lsa, sraz aytadi, darrov aytadi. O'tganda bunaqa edi, hozir mana dedi, bu yil dedi, to'g'risi atapleniyani ham yoqmadim deyapti. Xorazmda, masalan Xorazm ham xuddi sovuq joy bo'ladi, hisoblanadi. Даже atapleniyani yoqmadim dedi bu yil dedi. Xuddi shunday anaqada qishda, o'tgan qishda. Yozda aytayapti, konserni вообще umuman konserni ishlatmayapman dedi. Umuman konserni даже dedi yotirsin dedi. Anaqasida yo'q dedi. Chunki u ham tomiga, ham devoriga qilib chiqdi. Umuman bu narsasi bo'lmayapti. Chunki bu asosiy shu vazifasi buni bizni vazifamiz ham nima? Bizni vazifamiz bu mahsulot, bu bir ko'rinish, bir nom bo'lishi mumkin, lekin bizni vazifamiz ham asosiy korxonamizni oliy missiyasi deydi-ku. Oliy missiyasi ham xuddi shunday, insonlarning hayotiga komfort yaratish, insonlarning hayotini iqtisod qilish, qaysidir xarajatlarni insonlarning hayotida yashab o'tayotgan har bitta
kuni baribir hamma shu ishga boradi, ishdan charchab keladi, boshqa qiladi, uyda yosh bolasi bo'ladi. Shu birinchi o'rinda shu komfort hosil qilish kerak uyda yashayotganda. Baribir bizda hozir har yili endi biz sezyapmiz, o'zim ham sezyapman uyda. Har yili borgan sari ob-havo sovuq, ana surovый havo, ob-havo. Issiq havo ham juda issiq kelyapti. Issiq ham juda issiq bo'lyapti, sovuq o'ta sovib ketyapti. Shuning uchun yechim tayyor, Abdusamad aka.